Mirobod Qo'yliq massiv 1 Matonat bekatiga taxminan 10 minutlik masofali yo'lda. 2 xona 45 kvadrat g'ishtli, taxminan 1,5 ga 7 balkon, gaz ovqat qilinadi. Faqat bevshi o'shda bo'lganligi uchun narxini 29900 dollarga gaplashib qo'ydik. Uy remont qilingan, o'zlari yashab turishibdi. Issiq holatda gaz ovqat qilinadi. Sanuzel bilan oshxonasi hammasi ichkarida bo'lgan. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda chap qo'lda o'zining sanuzeli совместный bo'ladi. Bu tarafda devor qo'yib yuborish kerak. Eshik bilan kattakon zali. Gazda ovqat qilinadi. Xonalar juda issiq. Gazda ovqat qilinadi. Akvaryumga almashtirib qo'yilgan ikkita romi bor. Kuxna moykasi bu tarafda. Taxminan 120 130 larga 7 metr balkon. Ota-onalar yotoqxonasi u tarafda. Bu kvartira yosh oilalar uchun yoki qarzga, ko'pchilik qarzga oladi, ipotekaga yillar davomida to'lab yurgandan ko'ra naqd pulga olib qo'yganlar uchun yaxshi. Maktab bog'cha hammasi yonida. Bu ota-onalar yotoqxonasi. O'zlari yashab turishibdi. Kvartira asosan yosh oilalar uchun yoki qarzga, ipotekaga olmoqchi bo'lganlar uchun ozroq puli bor, qolganini yig'olmay yurganlar uchun yaxshi variant. Yosh oilalar, viloyatdan Toshkentga tez-tez qatnab turadigan viloyatlik akalar uchun yoki studenti bor ota-onalar uchun juda yaxshi variant. Arendaga qo'yib qo'yamiz desalar, 300 dollarga arendaga topshirsalar bemalol bo'ladi. Tanish akamiz bo'lgani uchun obzor qilib beramiz. Narxini ham kelishtirib qo'ydik. 29900 dollar. Ustida ozgina o'tib beradigan joylari bor. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Eng yaqin metro Matonat bekati, taxminan uzog'i bilan 10 minutlik masofa yo'l. Yonida korzinka bor. Qo'yliq massiv 1 Mirobod tumani mebelni ham deyiladi. Oqtepa Lavash, Olma market shunda yonida. Yonida ikkita maktab, ikkita bog'cha bor. Bu birinchisi bog'cha, bu yerda maktab va ikkinchisi mana bu tepada bog'cha va maktab. Poliklinika ham shunday yonida, ikkinchi nomer poliklinika, davlat xususiy bog'chalar ham bor. Lokatsiyasi juda yaxshi joyda. Pastdan nomerga aloqa chiqib ko'rasizlar. Arzon variantlarni o'tkazib yurmas uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.